Men shundan meditsina dorilari menga Alloh tomonidan shu tomog'imdan o'tmagan hech qachon. Kasal bo'lib yurganimda. Avvalam Alloh roziligi bilan auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Men Karimova Malohatxon 55-yilman. 22-yildan beri shu ali choyni ichaman. Dastlabki qilib uyimda ichib yurib, shuni men ruxsorda ko'rib, bilib, shunga men Alloh tomonidan shunga ixlos qilganman. Uyda men 2 marta ichdim, chaqib borib berishdi. Xullas endi o'zim boraman, shu mehrigiyoni o'zi bog'lariga boraman, salomatlik bog'larida aylanaman. Shu yerdagi nima ishlayotgan xodimlar bilan, doktor, professorlar bilan muloqot qilaman degan maqsadim bor edi. Xullas Ramazon oyining 1-kuni kelishga musharraf bo'lganman. Kelib shular bilan tanishib, gaplashib, shu asabdan, shu Ramazonda jicha menda sahr bo'lib qolgan bo'lib, ko'zim bahona bo'lib turib bilib qoldim. Shu xavotirlidan bo'lgan ekan. Masalasida kelib, bu choylarni ichib, yana o'zimga yarasha detoks binnasa dorilari bor ekan. Xullas oldim 4 xil, 5 xil dorini arzonroq oldim kelib, ichib menda sahr yo'qolib ketdi. Parhezda ham yaxshi ushlayapman. O'zimizga qarasak, bu ham shifo bo'ladi. Parhezdan ham davo topib, o'zimizga qarab yursak, sog'lom yuraveramiz. Men shundan meditsina dorilari menga Alloh tomonidan shu tomog'imdan o'tmagan hech qachon. Kasal bo'lib yurganimda. Bunaqa tabobatni shunaqa ichaveraman men. Achchiq bo'lsa ham bilmayman, ichaveraman. O'zi achchiq jori ham bor ekan. Tarvuzda achchiq joylari, ashna dorining ichida. Men uni dori demayman, mahsulot deymiz bularni. Menga yaxshi ta'sir qilgan. Kimdir nimasi organizmi boshqa. Men o'zimga xususan o'zimga javob bera olaman. Menga yoqqan. Men o'zimni yana kampirlar 80 ga 90 ga kirayotgan kampirlarni olib keldim ilinib. Salomatlik bog'laridan bahra olinglar. Mana tanishinglar, sizlar ham iste'mol qilinglar deb bugun olib keldim. Xudo xolasa yana men hammaga tavsiya qilaman. Butun boshqa davlatlardagilarga ham o'zimizni vodiylarimizga hamma ichsin, yoshlar ham, go'daylar ham, qarilar ham o'zimizga qarab yursak, biz Alloh bizga tabobatni yaratib bergan birinchi Ibn Sinoni yo'llanmalari, mana shu paytgacha men kitoblarini ham o'qiyman. Men butun tabobat dorilarini ichaman. Sizlarga ham, hamma bemorlarga ham, shu sahri borlarga, asabga ham, qoni kamlarga ham, ichida gijjasi bor bolalarga ham hammaga shu mahsulotlar omad ta'sir qiladi, yoqadi. Ilohim shu xizmat qilayotgan shu yerdagi professor, doktorlarimizdan omon bo'lsin. Men bular bilan ham jaj chiqishib, mana shu gaplashib qilaman. Tabobatni mana bizga Alloh mana ko'p odam bilib olganiga ham shukr deyishyapti bular ham. Tabobat keng kirib kelsa bizga hamma sog'lom yuradi, xudo xolasa. Gimnastika degan nimalar bor, o'zimizga qarab, jicha mashg'ulot qilib, o'tirib yotib qolishlikdan Alloh saqlasin. Hammamiz o'zimiz uchun yashashimiz kerak, o'zimizni sevib yashashimiz kerak.